Assalomu alaykum, Marlo Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq oshqibozlari. Bugun mana yangi do'kon ochilibdi. Bu yog'i Haqlavot tomondan kelish, bu tomon Baliqchidan kelish yo'li. Yo'nalishi yo'lda bo'yi, Kalsoy yonida. Yo'lda bo'yiga joylashgan, yo'lda bo'yida. Kelursiz, xudo xolasa, hozir ichkariga kirib, anasini ko'rsatib, bitta obzor beraman sizlarga. Kuzatib ko'rasiz. Qasam to'shab turadi. Assalomu alaykum, hoji aka. Assalomu Siz sog'liq yaxshimi, tinchmisiz? Bitta salomat, yaxshimisizlar? Bugun yangi ochibsiz. Obunachilarga ko'rsatib, reklama qilib ketdik. Qanchasi narxi surishtirib beramiz. Aytib ko'rasa bitta. Qani, so'mkalardan boshlasak, birinchi. Nasib bo'ladi. Ikkinchi, bu so'mkalar necha pul ekan? Bular 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana ular 80 ming so'm. 80 ming yen. Ikkilar bor ekan, bularchi? Bular kattasi, kichkinasi 60 ming, kattasi 70 ming so'm. Kichkina solmish. Hozir bulutkalar ham bor ekan mana. Hozir rasa sezonida bulutkalar narxi necha pul ekan? Bular 4,5 ming. Juda qarmoqlar. Nasib kilo. Bular necha puldan hammasi bitta-bitta. Xo'p. Necha pullar bor bu yerda? Bayda 100 mingdan tortib 300 minggacha bor. 100 ming, 200 minggacha. Bu yerda formalar bor ekan. To'rlar. Bu sumka necha pul ekan? 200 ming so'm. Buni ichiga pergakka tayyorlagandan keyin yemdi. Bo'shagandan keyin oxirida ichiga baliq solib kelsa bo'laveradi. Suv chiqib ketmaydi, bo'sh chiqib ketadi. Bu yerda havo oladigan motor qismasi ham ishlangan bor. Bu sumka necha pul ekan? 200 ming so'm. Formachi? Forma 200 ming haqqi. Kartoshkalar? Kartoshkalar 25 mingdan 300 minggacha bor. Statiyalar. Statiyalar o'rnida. Lifti yo'llari bor. Suvchilar necha pul ekan? Suvchilar 60 ming so'm. Yemlar sazanga. Aha, yemlar 10 ming so'm. Yemlar haqida bor ekan. Buni kartoshkachi goh qovutiniga bu necha pul bo'lar? Bu aka 500 ming so'm aka. Manos bor, temirlisda. O'rkonitalik 350 ming so'm. Bu 350 ming so'm. Bu 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bu 500 ming. 500 ming. Qayerda? Bular yumush firmalik 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bunları monoschi? Bu yer pen bularniki 300 ming so'm. Yumush. Bular pen. Bular bir. Bular necha pul? 160 ming listi yo'q. Yana beskani eng zo'rlariga to'g'ri trendda bular. Bular necha pul ekan? Balki 20 ming so'm beryapti. Turishi bitta donasi. 120 ming. 120 ming. Bular bir xil ekan. Ha, bu razmerlari bor. Bu kattaroq ekan necha pul bular? Bularga 60 ming so'm, 80 ming so'm, 500 metr, 300 metr. Yani eskida bo'lsa aniq-a? Ha, yana. Mana trenddagi eskida. Trenddagi eskida necha pul? 100 ming so'm beryapti, 500 metr. 100 ming so'mga. Endi bu tomonda. Pavlovlar o'zi narxi aniq bular. Ha. Bitta qaytib ko'ring. Hop, aka Pavlo 3 mingdan tortib 20 minggacha bor, 18 ming yonadi, rang o'zgartiradi, sensitiv. Qarmoqlarchi aslida. Qarmoqlar bayda 60 mingdan 170 minggacha bor. Lekin bu fenki bor. Endi hozir marinkaga, boshqaga mana Marinkaga ochuvchi bor, aparish bor, Aparish. Endi bular necha pul o'zi aparishlar? 10 ming so'm. 10 ming so'm. Bu Shlambalar. shlepalar. Shlambalar 25 ming so'm, hozir tetkali. Vayni svetan ham bor. Seri svetan da bundan ham bor ekan. Bu do'konni ko'rinishi. Hamma narsa bor. Bor ekan tanib olasizlar. Agar meni obunachim kelib qolsa, skidkasi bor. Arzon qilib beramiz. Eshitlaring, guvoh bo'lib qollaring. Bo'ldi. Arzon qilib beradi. Men arzon qilib beramiz, Kelaverasizlar. Ya bu o'g'li bo'ladi. Agar meni kanalimdan kelib qolsa, Harbiy Fishing kanalini ko'rib kelsa, Gapsiz bo'lishi mumkin. bu tomonni kelishi, Baliq tomonidan kelish, Kalsoyda o'tgandan keyin bu tomon Haqlavot, eski Haqlavot tomonidan kelishida Kalsoyga yetmasdan yoningizda nima bor hujjat? Avtoshkolaning yonida joylangan, kelaverasizlar, kutib qolamiz. Yangi tovarlar yo'lda. Yangi tovarlar yo'lda, yana zo'rlargina xudo xolasa. Mana do'konning ko'rinishi. Hamma narsadan bor, bayda kerakli, baliq ovchilarga kerak narsa hammasidan bor, kelaverasizlar, kutib qolamiz. Salomat bo'ling.